potensial mijozlarni sonini ko'paytirish. Oybek aka aytdi emas, konkret qilish kerak-da. Bo'ldi. Pastga tushib ketman, o'rtaroqga tushsa bo'lmaydimi? Nimaga? Mana bu kelib turgan odamlaringiz sizga nimaga oldindan kelib turadi o'zi? Nega men o'zim qilishim kerak emas? Shu savol javob bera olasizmi? Mumkin, hali aytdi demadim, havolanib ketmang. Maqsad nimaki? U bitta xonada joy yetmasligini boshladi. Men shaxsan men o'zim joy yetmayapti. Keyingi safar 6 oyga yana bir marta chaqirishingiz kerak-ku. Tekinga qilib beraman deb turib, taxminan bir 50 tasini mana shu sifatli, kvalitativ kasdev qilib olish kerak. 38 million aholidan qanchasi sanikida? 38 million emas, Toshkentni olib turing. Ha. Hozircha. Ayting. Endi o'zim maqtayman. Ayting. Maqsad ko'p pul topish emas-da. Sog'liqni saqlash vazirimiz. Berishmas-da, misol uchun qo'ysang-chi ukam deyishadi, ani bizga to'g'ri kelyapti sani maqsadlaring. Missiya zo'r. Akamizning ismlari Oybek aka, stomatologiya ekan bo'ladi. Stomatologiya. Xo'p, A nuqta qancha? 5000 deb olsak bo'ladi? Bo'ladi. 5000. B nuqta maqsad? Maqsad sonlida emas, o'zi ko'proq bo'lish. Sof foydada gapiravering. Yo'q, maqsad o'zi hozir mendagi endi muammolarni javobi ham deyarli bor-ku. Boshqacharoq format o'tkazsa bo'ladimi? Biznes razbor qilmasdan? Xo'p, savollar bor. Qaysi ma'nodaki menda hozirgi muammo potensial mijozlarni sonini ko'paytirish. Xo'p. Mijoz ko'paysa, chunki daromad bizda shundoq ham o'zi bo'ladi. Inshaalloh. Mijozlar bor, to'g'ri, lekin ulardagi bizadagi qilayotgan licheniyani qadrini qanaqa ochib berishimiz mumkin? Xalqqa qanaqa yetkazishimiz mumkin? Shu haqida muammo. Ya'ni mendagi muammo shunday. Endi qarang. Nimaga o'zi bu ishni qilmoqchisiz? Chunki hozir mana Minor masjidini oldida misol uchun ishlayotgandik. Bitta kresloda 3 ta, даже 4 ta xodim ishlaymiz smen bilan. Men misol uchun o'zim boshchiligimda yana qo'l ostimda misol uchun hamma yo'nalishlar bor, xirurgiya, terapiya, plomba qo'yadigan, tish qo'yish, breket qo'yish yo'nalishlari shu hammamiz ishlayapmiz. Maqsad nimaki? U bitta xonada joy yetmasligini boshladi. Men shaxsan men o'zim joy yetmayapti. Mayli domman xodimlar ishlayversin, o'shaning uchun kengaytiramiz. Lekin kengaytirgandan keyin o't bo'shab qolishi mumkin-da. O't ham sirazi tezroq оборотga kirishi. Bu birinchi masala. Ikkinchi masala qadriyatini tushunish uchun deyotganim, o'sha bemorlar baribir hozir joy yetmayotgani qaysidir ma'noda yaxshi vrachlarning hisobiga baribir hamma shifokorga borsa, yaxshi doktorga boradi. Xo'p. Lekin yangi joy ochilgandan keyin yangi xodimlar olinadimi? U xodimlarni ko'pchilik tanimaydi, bilmagani uchun ularga qiyin bo'ladi, menimcha anaqasini to'ldirish. Nima? Shu grafikni to'ldirish, slotini to'ldirish qiyinroq bo'ladi. Vrachlar yangi va ishonch past. Ishonch past. Ya'ni ishonchni oshirish uchun bizda, misol uchun mana shu tizimda mana shunaqa sifatda ish qilinadi degan narsani yetkazishda. Shu. Bemorlarni ko'paytirishdan maqsad shu. Zo'r. Demak, akamizni asosiy masalalari nimadan iborat? Bu o'zlarini faoliyat yuritib turgan yo'nalishlari bo'yicha ko'proq o'sha qiymatni ochib berishlari kerak. Mana shu ishonch masalasida hamma savollarni yopishlari kerak. To'g'rimi? Ishonch masalasida umuman savol bo'lmasligi kerak sizga. O'shanda hammasi ishingiz besh bo'ladi xolos. To'g'rimi? Zo'r. Endi qaranglar. Endi qisqacha sekin yuramiz. Mana bu bizani mijoz Ahmad aka. Kechki payt tishlari og'rib qoldi. Kechki payt yoki kunduzi. Bular borish kerak stomatologga. Yo'q, mana yerdacha ikkinchi narsa bor. So'rayman, savol beraman sizga. Xo'sh. Endi sizga savol. Ahmad aka o'zi qachon stomatologga borish qaror qabul qiladi? Tish og'riganda. To есть tishi bir marta og'rigandami yoki og'rib uzilib tushiy degandami? 4-5 marta og'riganda boradi. Aksariyat aholimizning qismi shunaqa. Zo'r. Demak, 4-5 marta kuchli og'riq bo'lish kerak. To'g'rimi? Ha. Kuchli og'riq. Undan keyin savol. Ahmad aka qanaqa fikrlaydilar? Ya'niki stomatologga borish kerak deganda qatdan qidiradilar, kimdan maslahat so'raydilar? Sal boshqacharoq javob, boshqacha emas. Целевой auditoriyani kelib chiqaylik birinchi. Chunki bizani целевой auditoriya bunaqa emas-da. Xo'p, qanaqa? Nimagaki, oldindan odatda bizlarga hozir kelayotganlar oldindan og'rimasidan oldin keladigan odamlar, asosan shular bilan ishlaymiz. Ya'ni narx segmentimiz ham yuqoriroq, ancha o'rta shaharda o'rtacha narxdan qimmat va shuning uchun ham uje bizga kelayotgan qatlam
Oldini olish uchun keladi. Oldini olish uchun bilib, orqa olmaslik uchun keladigan odamlar. Demak, sizlar o'zingizlarni xuddi shu pozitsiyadan ushlagansizlar. Bizaga oldini olish uchun kelgan, biza kulli anaqa nima deydi, doimiy ravishda seni o'sha og'riqqacha olib bormaymiz degan pozitsiya bor. Ha, chunki og'riyotgan patsient nega keladi tish doktoriga? U tishini qadrlagani uchun kelmaydi. Endi bu mani balki bu yerda hozir hamma bemorda baribir potensial. Balki men gapim noto'g'ridir. Unga og'riqdan xalos bo'lish kerak. Tishi kerak emas. Men shunaqa o'ylayman. Tishi kerak bo'lganda og'riguncha borardi yoki birinchi marta o'rganda borardi. Zo'r savol auditoriyaga. Kim stomatologga borgan shu paytgacha? Borganlar bir marta bo'lsa ham. Zo'r, endi keyingi savol. Kim tishi og'rimasdan borgan? Kim og'rib uzilib tushadigandan borgan? Ay, ko'taraveringlar, qolgan hammanglarda. Behijolat ko'taraveramiz. Endi chunki baribir o'sha analizdan kelib chiqqan narsa. Yaxshi. Endi savol sizga, keyingi savol. O'sha oldini olish nuqtai nazaridan zo'r ushlagansizlar pozitsiyani. Qat'an bu narsa paydo bo'lib qolgansizlarda. To есть bu narsa o'ylab turib qilinganmi yoki nimadir to есть qanaqadir propaganda bormi yoki tsenovой segment shunaqa ushlaganmisizlar? Nimaga oldindan sizlarga kelish kerak? Bu men misolchi nimaga og'rimasdan turib sizlarga borishim kerak? Tabiiy, sizni hozir bilmayman nega kelishingiz kerak. Endi mana kelarsiz, balkim u. Lekin tabiiy ravishda paydo bo'lgan, nimani hisobiga? Misol uchun o'sha 8 yilmi, 9 yil oldin ishni boshlagandim 2017-yilda. Men ham xuddi o'sha qatlamdagi doktor bo'lganman. Xuddi hammaga o'xshab. Hammaga, misol uchun boshqa endi misol uchun efirga ketsa, nima kamsitish niyatimiz yo'q, undan yiroqmiz. Chunki o'zimiz shu etapdan chiqqanmiz. Kimni tishi og'risa, og'rib kelganlarni ko'rganmiz. Va vaqt o'tishi bilan misol uchun bir ko'ryapmiz, kitob o'qiyapmiz, o'zimiz ustimizda ishlayapmizda, misol uchun sifatliroq davolash uchun mana bu narsani olishimiz kerak ekan, mana bunaqa qilishimiz kerak ekan deymiz. Va o'z-o'zidan bu xizmatni, misol uchun davolashni narxiga ta'sir qilgan. Va narx oshgan. Misol uchun 100 ming so'mdan plomba qo'yilardi, men ertadan kechga ishlayotgandim. Endi bu o'zimizni boshlagan etapda. Keyin уже yaxshiroq narsa ishlatish boshlaganimdan keyin uni qoplash ham kerak birinchi navbatda, mayli. Ikkinchi navbatda yo'q dedim, men yaxshiroq ishlashim uchun agar faqat 100 ming so'mdan ishlasam qila olmayman. Undan ko'ra chunki sifatliroq ishlash ko'proq vaqt talab qiladi. Da, endi men 5 ta odam ko'rar ekanman. Misol uchun 1 soatda emas, 2 soatdan bitta odam ko'rar ekanman. Endi qanaqa qilib meni hal etdingiz-ku? 3 millionligim bor, ertaga men uylanmoqchiman desa, o'sha oila, bola chaqa bor, qanaqa qoplaymiz, unda narxni 2 barobar oshiramiz deganmiz. O'z-o'zidan shunaqa qilib filtrlashib o'sha auditoriya paydo bo'lib qolgan va ular sarafanka bilan mana bitta zo'r doktor bor, narxi qimmatroq borlaring shunaqa o'sha avtomatik yana kuzatuv nimani olib keldiki, qaysidir mana shunaqa o'ylaydigan odamlar qimmatligiga ko'z yumib kelaveradi-da. Shunaqa auditoriya paydo bo'lib qolgan. Lekin endi bu banda faqat o'zingizda. Yo'q, ishxonamdagi o'sha ikkinchi hozir xodimimiz bor, u ham o'sha unda to'lib yotibdi-da. Shunaqa. Endi savol sizga. Mana sizda o'sha 7+ yillik optingiz bor. Ikkinchi xodimda necha yillik opti? 3+. 3+. Endi savol, mana shu 7+ bilan 3+ da ham bitta auditoriyami? Ha. Ikkalasi ham oldini olish farqi bor. Nimagaki ikkinchi xodimimiz ayol kishi. Ikkinchi muammo nimaga duch keldik? Mana hozir keyingi o'ylayotganimiz balki biznesni ikkinchi ochilayotgan faqat ayol kishilar uchun qo'yarmiz. Sababi O'zbekiston mentalitetidan kelib chiqib, asosiy qismi o'zbeklar, musulmonlar tashkil qilgan hisobiga ayol kishi sifatli davolaydigan doktorlarimiz kam ekan. Balkim. Ayollar borot, chunki bizga aslasheniya bilan kelishadi. Bizga kelayotgan keyingi bemorlarning qatlami o'sha qo'pol qilib aytganda aziyat chek bo'lgan. Qidirib, mayli nech pul bo'lsa ham senga beramiz deb keladiganlar. O'sha ayol kishi qatlamida ham, erkak kishi qatlamida ham. Zo'r. Ikkinchi xodimimizdagi unaqa qatlam bo'lib qolgan sababi o'zini ayol kishi segmentida u topda. Zo'r. Bo'ldi. Endi boyagi savolimizga qaytamiz. Nima qilsak biz qadrini ko'rsatib bera olamiz, to'g'rimi? O'sha o'ylayman. Endi savol. Mana bu kelib turgan odamlaringiz sizga nimaga oldindan kelib turadi o'zi? Nima anaqa ularni bog'lab olgansiz? Yo'q, aytdim. Sekret. Yo'q, ayollarni tushundim. Mana yangi bular tasvirlab bering, menga ular kim o'zi, nima ishda ishlaydi, nimaga aynan oldindan sizga kelish kerak? Oldinda mana to есть nimandir bog'langan sababi bor. Biz mana boya ko'rdik, nimaga optim yo'qolib ketishini matematik asosda ko'rdik. Chunki insonni vaqti qimmatlashar ekan, borib aylanib yurmas ekan. Endi sizga o'shanaqa savol. Ya'niki nimaga inson tishi og'rimasdan turib sizga borish kerak? Va ular o'sha
xohlayotgan auditoriya qatlam o'zi kimlar ular? Ha, odatda buni ham o'sha analiz qilganmiz. Asosiy bemorlarimiz o'sha safarga ko'p yuradi. Zo'r, safar bor. Misol chet elda o'qiydi yoki bolalari o'qiydi o'sha 8 nimaga bizga kelyapti ular? O'sha 7 yillik, 8 yillik rezultatni ko'ryapti. 7 yil oldin qo'ydirib ketgan misolchi plombalari kelyapti-da, misol yaqinda bo'lgan keys, Amerikani men esimdan chiqarib o'rganim bemorni, kelyapti. Men o'sha payt o'zini opasi stomatolog bo'lmasam, Hop. o'zini opasi, radnoy opasi stomatolog. Men o'sha paytda aytganman, bo'ldi, Oybekaga kelaman deb, keyingi safar borsam o'shani kelaman deb ketgan ekan. Ya'ni o'sha unda hozir menda turibdi, aniq 7 yil oldin qo'yilgan plomba shunda turibdi. Hop, yana. Shuni hisobiga kelyapti. Sifat olish uchun kelyapti. Va u ishonch hosil qiladiki, Oybekga davolatgandan keyin tish qolmaydi. Yana. Bilmadim yana nima. Bitta pul, bir marta pul to'laydi, bo'ldi, unutadi keyin. Bo'ldi, keyingi savol. Necha foiz mijozlaringiz sizda bir martadan keyin qaytib keladi? Necha foiz? Hozirgi paytdagi o'sha men yuqori narx qatlamida kelayotganlar hammasi kelaveradi. Hammasi qaytib keladi. Ha, qaysi ma'noda faqatgina hozir har 6 oyda chista check-upga kelib turishadi o'sha. Zo'r. Endi o'sha savol mana 6 oy ichida misol uchun mana biz iyunda o'tiribmiz hozir. 6 oy o'tdi, dekabr oyi keldi. Mana shu iyunda misol uchun aytaylik biz 100 ta patsient qabul qildik. Dekabrda qancha keladi bizga? Hammasi 100 tasi keladi. Aniq 100 ga 100. Endi safarda o'qib qolsa kelmasligi mumkin, atak keladi. Atak 100 ga 100 keladi. Keladi. Zo'r. Endi biz prosta yangi shunga o'xshash auditoriya tortishimiz kerak. Xuddi Yaxshi. Endi qarang. Nima variantlar qilib ko'rdingiz? Yo'q, hali hech narsa qilmadim. Hech narsa qilmadingiz. Yo'q, chunki ikkinchi filial endi ochilyapti. Bu yerda men o'zim ham og'rimasdan keldim oldin. To'g'risi. Shuning uchun hozir anta o'tiruvdim, aka bilan gaplashib, nima muammoim bo'lsa, biznesni ani sifralarida men anaqa ayta olmayman dedim. Menimcha, misol uchun $5000 topganman, $50,000 topmoqchiman deyolmayman. Mendagi hali og'rimasdan oldin toping, keyin shunga qarab balki olib ketarmiz deb. To'g'ri. Endi qarang. Doim sxojey auditoriyani topayotgan. To'xta, esingga tushdi. Reklama, ya'ni o'zimiz haqimizda e'lon qilish xalqqa. Bir marta tasodifan bo'ldi. Bitta narsa qo'ydik. Misol uchun TikTokga shogird bola olib qo'yardi. 100 mingta prosmotr chiqib, уже hamma qatta degan, lekin o'tdagi endi bizdagi auditoriya hamma sarafanli va tanish auditoriya kelyapti-ku. G'irt bergan auditoriyada juda anaqani, bilmayman endi. Noqulay his qildi. Noqulay his bo'lmadi. Ular tasavvur qilayotgan summa emas-da. Chek ular past bo'lgani uchun bizga kelib, voy deb konsultatsiya narxini o'zida filtr bo'lib ketib qolishdi-da. O'sha savol, boshqa reklama yo'q bermagansizlar hech qatga? Hech qachon shu paytgacha вообще reklama bermayapmiz. Endi savol, kelgan patsientni tizimli ravishda nimada yuritasizlar? Spesial o'zimizning mis sistemamiz bor. O'sha med sistema? Doktorlar uchun, o'sha stomatolog klinikasi uchun chiqarilgan sistema, o'shanda yuritish. Unda o'sha konkret telefon nomeri, domenlar saqlanadi. 1 yildan beri yuritishni boshladi. 1 yil oldin boshlangan rovni. Bemalol qaytarib kelasizlar tizimli ravishda. Topib, o'shani chaqirib, hamma daniylar turadi, o'sha narsa qilyapti. Har qanchada chaqirasizlar? Har 6 oyda. Har 6 oyda zvonok boradi. Ha, yo'q, hozir chaqirmayapmiz. Chunki mana buni ham 1 yil oldin qo'yish boshlaganimizdan keyin o'sha endi o'zimiz ham shaxsiy sekin rivojlanib to'xta nimadir qilish kerak, buni tirikchilik emas, organdek emas emas, har 6 oyda endi chaqirish boshladi. O'sha 6 oylik kelyapti o'sha. O'sha mana 1 yil. Endi boshlagansizlar. 1 yil oldingilar hammasi kelyapti. 1 yil oldin sani yozib qo'ydi deganlar, o'sha ikkinchi martadan kelishni boshlashdi. Lekin ko'pchilik hali ularga yetib bormayapti. Ba'zida 500 ta odam yotibdi, misol uchun, unga dastuchatsiya qilishimiz uchun ham ne o'zdan o'zi esingga tushib qoldim deyish ham mumkin birinchisi. Menda o'ylantirayotgan savol. Ikkinchisi, uni chaqirishga joyimiz ham yo'q-da hozir. Ikkinchi tomoni ham bor. Chunki o'zi to'la. Joy masalasini ko'raverasiz o'zingiz, kengaytirasiz. Biz hozir mijoz, yangi patok bo'yicha gaplashaylik. Endi qarang. Bizani qatlamimiz hop. Qaysi? Yechim o'ylab ko'rmaganmisiz? Yo'q, qaysi masalaga? Telefon qilishga vaqtim yo'q edi, 500 tasi bilan gaplashib telefon qilishga vaqt yo'q emas. Telefon qilgandan keyin uni kutib olish uchun xizmat ko'rsatish joyi yo'q. Demak, unga telefon qilsangiz, o'sha ertasiga yoki indinga yozib qo'yishingiz kerak. 1 oy oldin yozib qo'yamiz ularni. Ehtimolligi baland shunaqa bo'lishi. 1 haftalik o'sha yozib qo'yishingiz kerak. O'sha 1 haftalik joyingiz ham yo'q. Yo'q. Xuddi shunaqa. Решениyaga shoshilmaymiz, bilib olamiz, aniq rentgen analizlarni topib olamiz, undan keyin sekin o'tamiz. O'zingizning gapingiz bilan. Yaxshi, endi qarang. Demak, sizning auditoriyangiz premiumli segmentda bo'lsa bo'ladi, to'g'rimi? Shunaqa desa ham bo'ladi. Endi savol, 100% auditoriyada o'sha necha foiz, topdagi necha foiz sizniki deb o'ylaysiz? Sizga mos keladigan qatlam.
Ya uni bilmayman. Nechta Taxminan. qanday aholimi? Ha, общийda. Tushundingizmi savolimni? 38 million aholidan qanchasi saniki deyapsizmi? 38 million emas, Toshkentni olib turing Ha. hozircha. 3-4 million aholidan, 3-4 million aholidan. 3,5 million aholidan deylik. O'shani aynan sizni qatlamingizga to'g'ri keladigan платежеспособность nuqtai Qanaqa nazaridan topsa bo'ladi uni bilmayman. o'rtacha oylik daromadga qarab topsa bo'ladi. Yoki mana siz 7 yildan beri ishlaysiz-ku, siz просто anaqa men o'ylayman, naqadu bilsa bo'ladi. Mana bizani bozorda, например, Infobizda bizani qatlamga to'g'ri keladigan tadbirkor har xil produktlarimiz bor. Misol uchun 80% общий mass marketga qaraydi. 20% sal premialniroq deya olamiz. 20% ichi ham bo'linib ketadi. 80% yana ichi bo'linib ketadi. Xuddi shunaqa. Misol uchun 10 ta odam kelsa patsient ko'chada, o'shani nechtasi sizga to'g'ri kelishi mumkin ehtimolligi bor. 10 tadan ikkitasi qoladi-da. Ikkita. 20% deydi. Zo'r, Chunki 20%. qolgani narxi deganib ketadi. 20%. Zo'r. Endi qarang. Biza o'sha aytganimizdek, asosiy maqsadimiz biza o'zimizning qiymatimizni ko'rsatib berish o'sha auditoriyaga. To'g'rimi? Endi agarda biza savol sizga. Agarda biza o'sha ijtimoiy tarmoqlar orqali mana bu 100% o'tirgan auditoriyaga natselin qilishni boshlasak, ya'niki maqsad qo'yib natselin qilishni boshlasak, katta ehtimol bilan qaysi auditoriya bizga keladi? O'sha 80% auditoriya keladi. Agar ajratib olmasak o'zimizning pozitsiyamizni. Hozir birinchi maqsadimiz biza o'zimizning pozitsiyamizni ajratib olishimiz kerak va nima qilsak, xuddi bizani klientlarga o'xshagan klientlar kelishini ta'minlashimiz kerak. To'g'rimi? Tipichniy portret bu yoqda ham kelishni boshlash kerak. To'g'rimi? Hozirgi kelib turgan odamlar xuddi shunga o'xshagan nima deydi? Shuna kserokopiya qilib yana ikkinchi filial to'ldirishimiz kerak. Savol, nima qilib o'rgansak bo'ladi o'zi mijozlarni? То есть nimaga aynan sizni tanlagan, nima yaxshi jihatlaringiz bor? Menda keyingi savol, qarang. Siz hozir qadri deyapsiz-ku, qadrini ko'rsatib berishim kerak. Hozirgi aytayotgan gapingizda sizga bir marta kelgan odam уже довериеңizga kirar ekan. Ha, shunaqa. Va sizni qadringiz haqida savol bo'lmas ekan unda. Demak, sizda nimadir borki, o'zingiz bilmagan, sizda daveriya bor. To'g'rimi? Ularni nuqtai nazardan, ularni miyasida. To'g'rimi? Endi biz shu narsani nima qilib aniqlab olsak bo'ladi? Apros qilibmi? So'ram, nega bank olsan deb. To'pato'g'ri, yana. Zo'r. To'pato'g'ri. Kazdev, ya'niki biz ma'lum bir savollarni tuzamiz. Misol uchun 5 tadan, 10 tadan iborat bo'lgan savollarni Kazdev 2 xil o'tkaziladi. Bu narsa qayergadir yoziladimi? Ana men oxirida Zapis qolmaslik ketadi. uchun. Zapis tashlab beramiz. Ha. Kazdev 2 xil bo'ladi. Birinchisi kvantitativ deydi, ya'niki songa bog'langan. Bu kvantitativni ko'proq katta kompaniyalar qiladi. Ya'niki bular massiviy ana Kazdev qilishadi, o'tkazishadi. Misol uchun 10 minglab, 100 minglab odamlarni Kazdev qilishadi. Misol uchun Telegramda kelib qolgan bo'lsa kerak, sizlarda Google formada ovoz bering, anaqa qiling degan fikringiz bo'lishing va hokazo. Ikkinchisi qualitative, ya'niki sifatga oid. Qualitative asosan bular bitta odam bilan mana 5 ta 10 ta savoli bo'lsa, quantitative test qiladi. Ya'niki test tap so'raydida, aprosnik bosadi yoki onlayn yuboradi, hal qiladi. Qualitative test bilan 1 soat o'tiradi. 1 soat o'tiradi, nimaga kelgansan? Mana shu payt nima hissiyot bo'lgan? Birinchi kirganingda, misol uchun xonaga senga nima zapix yoqqan yoki mana shu vrachchi keyingi safar aloqaga chiqayotganingda ichingdan nima o'tgan? Mana shu globokiy savollar berishadi. 1-2 soat bitta odam bilan. Men o'ylayman, sizga hozirgi holatda kvantitativdan ichidan yaxshi mijozlarni ajratib olib, misol uchun 500 ta klientskiy baza bo'ladigan bo'lsa, o'shandan misol uchun 100 tasini olib turib, keyingi safar 6 oyga yana bir marta chaqirishingiz kerak-ku. Tekinga qilib beraman deb turib, taxminan bir 50 tasini mana shu sifatli, qualitative Kazdev qilib olish kerak. Ya'ni siz chuqur daqiq tushunishingiz kerakki, sizni kuchli tarafingiz nimada? Shaxsan men o'zimning kuchli tomonim bo'lib qoladi-da. Xo'p. Maqsad endi keyingi qo'yilgan anaqa klinikani-da o'sha brendini rivojlantirish. Zo'r, yaxshi savol. Endi qarang, shu narsani misol uchun aytishim mumkin. Nima deyish mumkin siz haqingizda aytingchi? Ayting. Endi o'zim maqtayman. Ayting. Mana kelayotgan odam aytadi. Inson o'sha sifatlarni ayting. Sizga doir nima deyish mumkin? Menga doir aytishgan narsalar mumkin, hali aytdi demadim, havolanib ketmang. Yo'q, o'sha bemorlar aytganini ayta olmayman. Ayting. Aytgani bitta ishing o'sha bilinadi, seziladi. Ishingni oxirigacha, ana nuqtasigacha yetkazib qilar ekansan. Shuni his qildim degan. Punktualность, to'g'rimi? O'sha ana nima? Detalizatsiyasigacha nima deydi?
anaqa derdi, esimdan chiqib, professionalist emas, nima derdi? Xo'p, keyingisi. Okay. Shunaqa qilar ekansan deydi, keyin toza qilasan ishingni deydi, shu Zo'r, asosan toza. shuni aytishadi. Endi savol, buni agar inson nuqtai nazaridan sifatlar ta'rif berilsa, uni kompaniya sifatlariga o'tkazish umuman muammo ish emas. Ha. Главныйsi uni fundamenti просто topib bo'lsa bo'l. Tushundingizmi? Ishxonada shunaqa auditoriya yig'ilyapti o'shani. Ha, вот, именно mana bizani korxonamizda, bizani ekosistemada asosan mana birinchi ustoz ommaga tanilishni boshlaganlarida, o'sha top manager ko'rsatuvi, M-Factor ko'rsatuvlarida birinchi raqam orqali savalab, raqam deb tanitganlar. Keyin mana bizani korxonamiz, yig'ilayotgan shogirdlar, komanda ham xuddi shunaqa. Biz doimiy raqamda konkretikaga suyanamiz. Ya'ni konkret qadamlar orqali tadbirkorni keyingi nuqtasiga olib chiqishimiz kerak. Biz ko'proq motivator emas, demotivator deyishadi. Ya'niki biz ko'proq xafa qildirib yuboramiz. Mana bozor anaqalarni ko'rsatib. То есть sizni shaxsiy kuchli taraflaringiz chiqsa, siz founder sifatida buni kompaniyaga o'tkazasiz. Xuddi bunaqa brendlar juda ham ko'p bozorda. O'zingiz bilgan, tanigan, ko'plar familiyasiga bog'laydi, ismiga bog'laydi va hokazo. Chiqarish muammo emas. Endi savol, o'sha kasdev qilish foyda beradimi bizga? Ha. Nima foyda beradi? O'sha asosiy hammani, misol men 100 ta odam bo'lsa ham 100 tani nima sababdan bizga qilayotganini bilamiz. To'g'ri, yadro chiqib keladi. Ha, yadrosi shu. Yadro. 10 tasidan 3 tasi hammasidan takrorlanishi mumkin. Yadro. Biz anaqani bera olamizmi? Azimjon aka, shablonlarni, kasdev savol shablonlarining o'tkazilgan versiyalari bor. Bitta ko'rib chiqasiz. Qanaqa bo'ladi? Mana pie chart ko'rinishida sizda kelib chiqadi. Misol uchun variantlar berasiz-ku. Aytaylik, diagrammada kelib chiqadi. Misol uchun 30% klientingiz mana bu sifatingizni yoqtirar ekan. To'g'rimi? 20% klientingiz mana bu sifatingizni yoqtirar. Kasdevni shaxsiyatga bog'lab o'tkazgan do'stmi hozir? Ha, shaxsiyatga o'tkazing. Anaqaga emas. Ish sifatini umuman uni mana nima degan ish sifati? Yo'q, misol uchun shaxsiyat boshqa. Odam yaxshi inson bo'lib, yomon doktor bo'lishi mumkin, yomon inson bo'lib, yaxshi doktor bo'lishi ham mumkin, qo'li gul bo'lishi mumkin. Mana asosiy maqsad biz aniqlashimiz kerakki, formulada nimaga sizdan mijozlar ketib qolmayapti. Ya'niki bitta kelganda sizga yopishib qolyapti kelaydi, ishonch bilan ayta olyapsiz. 6 oyda menga qaytib keladi. Mana shuni formulasi nima? O'shani siz sochib tashlashingiz kerak. Mana qarang. Biz sotuv bo'limida nimani ishlatamiz? Misol uchun sotuv menejerlari soni 7 ta bo'lishi mumkin, korxonada 10 ta bo'lishi mumkin yoki 20 ta bo'lishi mumkin. Sotuv bo'limini rahbarining asosiy vazifasi mana ROP deyiladi, to'g'rimi? Rukovodитель отдела продаж. Buni asosiy vazifasi sotuv bo'limining ichida yulduzlar paydo bo'lishni boshlaydi vaqt o'tgandan keyin. Misol uchun bitta sotuvchi hammadan ko'ra zo'rroq natija qilishni boshlaydi. Agarda eng zo'r sotuvchi bilan birinchi o'rinda turgan sotuvchi bilan ikkinchi o'rinda turgan sotuvchining orasidagi tafovut 3x bo'lsa, bu degani ROP ishlamayapti degan. Nimaga qarang. Bu gap eshitadi ROP hattoki eng zo'r sotuvchi bo'lsa ham bo'limida. Sababi bu xavfga qo'yapti o'zini bo'limini. Chunki ikkinchi sotuvchi uchun demak hali formulani ochib bermaganki, qolganlarga ular o'sish uchun degan. Demak, nimadir sekretniy ingredient bor sizda, o'sha orqali siz anaqa zo'rsiz. Korxona mana bu ROP vazifasi, sotuv bo'limi rahbarining asosiy vazifasi o'sha sekretniy ingrediyentni ochib hammaga dostupniy qilish. Doimiy ishlab borish kerak. Ya'niki qo'polroq qilib aytganda, xodimning vazifasi shunaqa xodim bo'lish kerakki korxonada, korxona unga qaram bo'lishi kerak. Bunday o'ylaganda, korxona rahbarining vazifasi nima? Istalgan xodim ishdan ketsa ham hech kimga qarab qolmaslik. Mana shu ikkalasi bir-birini o'stiradi. Xodim qanchalik ko'p men zo'r bo'lay, korxona menga qarab qolsin deb fikrlasa, ikkinchi tarafdan korxona rahbari istalgan xodim ishdan ketsa ham meni korxonam yuradi deb fikrlasa, ikkala tomon bir-birini o'stirishni boshlaydi. Hozir sizda ham asosiy vazifa nega? Ismingiz nima edi? Oybek. Oybek kuchli. Nimaga Oybekdan mijozlar ketmayapti? O'zingiz sindirishga harakat qilishingiz kerak. Uning uchun raspakovka kerak. В чем anaqa sekretniy detal Oybeka? Uni aniqlash uchun nima kerak bizga? Kasdev. Kasdev kerak, zo'r. Kasdev savollarni topish muammo emas, to'g'rimi? Birinchi maqsadingizni aniqlab oling, u yog'i ChatGPT ga berasiz, unga berasiz, chiqib keladi. Maqsad nima ekan Kasdevdan? O'zimni shaxsiy kuchli tomonlarimni bila olish. Savol, asosiy savol nega? Nega bemorlar meni tanladi va ketib qolmayapti? Fundamentda shu. Ana o'sha yadro chiqib kelgandan keyin sizda aniq
ular tarafdan mana bizani miyamizda ko'p faktorlar bo'lishi mumkin-da. Bizani miyamizda ko'p faktorlar bo'lishi mumkin, lekin asosiy faktorlarni mijoz aytadi. Bu yoqda o'tirib tadbirkor xohlagan narsasini gapirishi mumkin, lekin oxirgi natijani baribir iste'molchi mijoz gapiradi. Biza miyamizda aytishimiz mumkin, biz zo'rmiz, u yoqmiz, bu yoqmiz, lekin mijozga yoqadigan tarafimiz boshqadir balkim. Misol uchun, международный opit bormi sizda? Nima degani u? Xalqaro biron joyda tajriba orttirganmiz, ishlaganmiz, qayerda? Yo'q, ishlamaganmiz-u, safarlik ko'p chiqamiz biz. Misol uchun, balkim sizga shu, sizni shu tarafingiz yoqar. Misol uchun demoqchiman. Tushundingmi? Bilmaymiz hali. Undan keyin birinchi etap qabulmi? Qabul. Qachon qilasiz? Va nechta odamdan qilasiz? O'sha har bitta kelayotganga qilishni boshlaymiz. Hozir ham bersa bo'ladi, chunki o'sha bizdan buni tanlagan. tizimli ravishda bitta odam konkretni o'tirg'izib qilish kerak. Men o'ylayman siz emas bu. O'sha adminda o'tiradigan bironta mas'ul odam qo'yib, uni boshi ketadigan qilib konkretni отчетность bo'lishi kerak. Shunday narsa qog'oz daftar mavzum bilan yozib ketiraman. Давайте. Zo'r, birinchi kastef qilamiz. Qachongacha nechtasini konkret kastef qilib bizda qo'limizda anaqa bo'ladi. Natija bo'ladi. Qachongacha deganda bitta deadline qo'yish kerakmi? Konkret, Ulgurmaydi, patsentlik kelaveradi-yu yana. Xo'p, o'shaning uchun raqam qo'yiladi, raqam. Mana nechta odamdanmi? 20 ta yoki 30 ta odamni kastef qilaman, mana shu muddatgacha deyiladi. Xo'p, 20 ta odam. Kami misol uchun reglament qo'yasiz, 40 minut, 1 soat, kami 40 minut bo'lishi kerak. Biz sifat ko'ramiz-u. Why not? Tekin bo'lsa. Tekinlikka tekin, ularni ham vaqti, auditoriya shunaqa shakllanib qo'yadi. Hammasi vaqtini hisoblab yuradigan odamlar-da. Yo'q. Nega men o'zim qilishim kerak emas? Shu savol javob bera olasizmi? Birinchidan vaqtingiz bo'lmasa kerak, taxminim. Topsa bo'ladi-da. Ikkinchida, mana qarang. O'zing gapira olmaydi-da. G'alatida. Hozir men sizdan turib nima razborim yoqdi deya olmayman-da, bolalar so'rashi kerak. Xo'p, 20 ta odam, to'g'rimi? Bilmayman endi. Chunki bizda hozir vaqtni qo'ya olmayotganim sababi bor, balki yechim ham bordir sizda. Bitta odam kelganda, asosan bizga kelayotganda kompleksni yechim beramiz. Misol uchun faqat o'rganish emas-da, bemor keladi. Misol uchun to'g'ri balki orib kelgandir. O'sha paytda bizning jonimiz bo'lib qo'ygandir yoki shu o'rgani uchun bizdan tavsiya qilishgandir. O'rgani bilan biz aytamizki, biz filtrimiz shunaqaki, biz hamma tishini ko'ramiz deymiz. Konsultatsiya misol uchun 500 ming so'm. Yo, menga bitta tishim desam, yo, biz hamma tishini ko'ramiz deymiz. Yo, misol uchun bizning auditoriya emas-ku. Xo'p. Hamma tishini ko'ramiz. O'rmayotgan bitta tishini qildirsang ham biz senga qolgan tishlaring haqida informatsiya aytamiz deymiz. Va informatsiya aytganimizdan keyin o'sha davo rejasi ham beramiz. Misol uchun 10 ta tishim bor ekan, palon so'mmi, paloncha vaqt ketadi. O'sha deadlinelar qo'yilgandan keyin u odam boshlaydida, bitta odam o'zi cherizin har kuni kelishib boshlaydi. Ya'ni men hozir 20 ta odamga 20 kun qo'yib qo'ysam, 4 ta odam 20 kunda 4 ta odam kasb qilib berish mumkin. O'sha kelganda vaqtidan foydalanib. Chunki eng keyingi odam bo'shagandan keyin kelishib boshlaydi. Xo'p. Shu yechim o'shaning uchun vaqt qo'ya olmayman hozir. Ya'ni 20 ta odamni yozdim, mayli 20 ta eng sodiqlarni topishimiz mumkindir. Yo, biz yangi kelganlarni so'ramaymiz sizdan. Eskilarni so'raymiz. Ha, o'sha 20 tani 20 kun ekan, bir kunda bitta odamga vaqt topib. Bir oy qiling. 1 oy. Sizga 10 kun dop. 30 kun sizga yetarli bo'lishi kerak. 20 ta odamni kamida 40 minut 1 soatdan kasdeb qilib olishga. To'g'rimi? Qolgan 500 ta bazingiz bor ekan, ularni men o'ylayman 5 ta 10 ta savol bilan просто количественni ham bitta o'tkazib olish kerak. Bazaviy savollar bilan. Nimaga bizdan tanlading va hokazo qatimiz yoqdi. Forma qilib. Forma qilib yoki telefonni o'zidan qilib olsa bo'ladi. Telefon o'zi menimcha osonroq bo'lsa kerak formadan ko'ra. Chunki kim Telegram'ingizni ochadimi, hozir tim bo'lay, silkalarni odam bosish anaqasi yo'q. Ishonmasa sizga. Keyingi masala buni qilish biladigan odam bo'lish kerak-da. Oddiy reglament biza beramiz, shablonni beramiz. O'sha savollarni o'sha chiroyli qilib so'rab bersa, faqat просто Oybek aytdi emas, konkret qilish kerak-da. Bo'ldi. Zapis qilsa ham bo'ladi, agar xonada bo'lsa. Zapis bo'lsa undan ham yaxshi, to'g'ri. Diktofonga zapis qo'y. Buni o'zi qilib beradigan agentstvalar bor, Miravoy dunyoda qilib berishadi. Mana bizda O'zbekistonda bor, Morinfo degan agentstvo bor. Morinfo bor, De facto degan agentstvalar bor.
Shu KZD bilan shug'ullanadimi bular? Bular mana shunaqa опросник qilib beradi. Опросник qilib O'tirib shu глубокий analiz qilib beradi. Ha, bular mana buni endi kattaroq kompaniyalar yollaydi. Misol uchun общий kattaroq summalarga yollashadi bularni. Mana kattaroq brendlar bo'lsa, bular misol uchun prям do'konga kiradida, mahsulotingiz turibdi. Любой polkada. Shuni odam olayotganini ko'rsa, shuni oldingizga turib oladi. Nimaga olding deydi. Nimaga buni olmading deydi. Yoki nimasi yoqdi senga? Upakovkasimi, rangimi, ta'mimi? Qanchadan bera olasan deydi. То есть oldingizga turib olib, boshingizni qotirib o'tiraveradi. То есть buni o'zi глубокий izlanadigan anaqalari bor, shkolalar. Bizda unda mana holatimda hozir kimni qo'ysa bo'ladi unda? Mana Bitta adminni qo'ying bo'ldi. Yo'q, adminni berdi u, lekin u yozib oladimi? Ha, yozib oladi. Uni analiz qilish olish qobiliyati ham bo'lishi kerak-ku. Prosta yozib oladi. Asosiy qolganlariga o'zi optionlar bo'ladi o'zida. Optionlar bo'ladi, variantlari. Sizda o'zingizda variantlari bo'ladi. ChatGPTga yozasiz, biz prompt shablonlarini beramiz, yozasiz, chiqarib beradi sizga. Bo'ldi, admin. Muammo emas. Bo'ldi. Oldin qilishgan, sizdan oldin. Bo'ldi. Xo'p, keyingisi, qarang. O'sha fundament yadroda ma'lum bir sizda vыводlar kelib chiqadi. Ya'ni xulosalar. Xulosa degani, ha, demak, mana bu joyim kuchli ekan odamlar uchun, mana bu joyim yoqar ekan degan xulosa kelib chiqqandan keyin siz mana shuni olib, sekin kompaniyaga ko'chirasiz. Kompaniyaga ko'chirasiz. Ya'niki sizni postlaringizda, sizni qadriyatingizda, gapirayotgan gaplaringizda shu narsalar aks etishni boshlaydi. Keyin reklama dedingiz-ku, reklama masalasini ham siz mana shu bitta so'zga bog'lab olishingiz kerak. Biz ham misol uchun umumiy ekosistemada raqamni bog'laganmiz, bo'lib, va raqamda faqat chuqurlashamiz. Siz ham bitta so'zga konkretni bog'lab, mana shu bitta so'z atrofida aylanishingiz kerak. Misol uchun mana o'zbek brendlaridan ana qilaylik, mana Murad Buildings deganda nima keladi xayolingizga? Top of mind line aytasiz-da. Ha, nima keladi? Uxlagan kompaniya keladi. Hop, yo'q, mana. Takoy emotsiyadan nima keladi? Emotsiya kelmaydi lekin. Kelmaydi. Qolganlardan nima keladi? Ha, zo'r, yana ishonch keladi, mustahkamlik, to'g'rimi? Salani oldingizda nimadir gavdalanadi. To'g'rimi? Zo'r. Misol uchun mana Okart suv nima keladi xayolingizga? Premium, premialniy suv, tilla, ana. Sifatini so'rasiz-da. То есть, yo'q, bitta so'z bilan nima desa bo'ladi? Mana premium. Sizda ham asosiy formula bitta so'z. One word. What is the one word? deb savol berishingiz kerak o'zingizga. Bitta so'z bilan men kimman, nimaman. Keyin shu asosda fundamentni kompaniyanikini sekin qurib boraverasiz. Chunki qarang, sizda bu narsa 7 yil, 9 yildan beri ishlab keladigan metodologiya, sizni bu kuchli sifatingiz. Siz kuchlisini rivojlantirganingiz ma'qulroq. Chem yo'q anaqani bor qilgandan ko'ra. Yo'q sifatni bor qilib priklib qilgandan ko'ra, уже 7-9 yildan beri ishlab turibdi. Prosta uni kompaniya nuqtai nazaridan o'tkazib, uni kuchaytirib borish kerak. Endi KZD bo'yicha qabulmi? O'sha orqali aniqlab olasiz, anaqa nima kuchli jihatingiz bor. O'sha bitta so'z o'sha yerdan topamiz, to'g'ri? O'sha yerdan topasiz. Ha. Undan keyin уже sizda mijoz ko'paytirish. Hozir ham qisqacha berib o'tib ketaman mijozni. Endi mendan savol bor mana mijoz ko'paytirish. Selektiv auditoriya. Endi men keyingi turgan o'y mendagi hali ham oxirgacha aniqlay olmadim desa bo'ladi. Misol uchun chunki baribir reklama mana hali boshlanmagan-ku, berilmagan. Shu reklama berayotganda qaysi selektiv auditoriyaga beray ekan deb o'ylayman. Nimaga? Sababi agarda biz premiumda rivojlanamiz, dalishga ketamiz deydigan bo'lsa yoki mana shu borni ham yanada premiumlashtiramiz desa, bu qatlam kam va bu har doim deyarli shaxsga bog'lanib qoladi. Chunki yaxshi doktorlarga mana men hozir nechta 8 tami ish joyi alishtirganman-da. O'sha ketimdan yuraveradi, qayerga borsam, farqi yo'q, qayerda ishlashim. Nimagaki, o'sha ana xuddi sartaroshingizga alishtirgansiz. Ha, doktor gapiryapti-da. Endi keyinchalik ham qilaman siz shu atrofingizda 10 ta kuchli doktor yig'asiz va doktorga bog'lanib qolasiz baribir. Savolga qaytamiz. Qaysi platformada reklama qilib tortaman? Yo'q, platforma emas. O'sha nima? Yo'q, auditoriya deganda ikkinchi narsa kelib chiqdiki, balkim endi shifokor sifatida ko'p odamlarni konsultatsiya qilamiz-ku. Plan lecheniya berganimizda, bizning tomonimizdan, jahon standartiga eng yaxshisini berganda ko'pchilik nega 8 tasi qaytib ketyapti? Narx to'g'ri kelmayapti. Va bu og'riq meni o'ylantirishni boshladi. Nima qaysi ma'nodaki, ular qaqadir borib shunday davolatayapti baribir. Davolatayotgandan keyin sifatsizroq davolatyapti. Hamma demaymiz, lekin sifatsizga uchrash ehtimoli bor va
oxir oqibatda tishini yo'qotyapti. Ya'ni umuman o'zi doktor bo'lib, ana maqsad klinika ochishdan aholi uchun inshaalloh sifatli stomatologiyani dasturni narxga tushirish degan anaqani qo'ydim. Endi uning uchun narxi arzonlashtiradigan bo'lsa, Savol ayting menga. savol qaysi autoriya? Narx arzonlashtirib o'sha autoriyaga uraymikan yoki premiumga uraymikan? Hop, Mana. o'zingiz nima deb o'ylaysiz? Endi aytolmayman-ku. Hali ham o'ylayapman, o'shancha sizdan so'rayapman. Hop, qarang. Javob bo'lmagani uchun. Ha, premiumda shaxsiy fikrim, kuzatuvlarimiz bo'yicha premiumda doim narx qaraydi u yo'ga. То есть Qaysi ma'noda narx qaraydi tushunmadim. ya'ni то есть mass marketda premiumdan pastida o'sha aytdingiz-ku, arzonroq qilaymi? Arzonroq auditoriyangiz, hozir agar arzonga tushib ketib qolsangiz, keyin tepaga chiqa olmaysiz. Tushundingiz-a? Mana hozir misol uchun aytaylik, men kolbasa ishlab chiqaradigan zavodman. Men bitta kolbasa ishlab chiqardim. Nomini Toshmat deb nomladim. Toshmat kolbasalar. Bu kolbasalarga men narx berdim 10 ming so'm. Xalq Toshmat degan nomni tanidi o'zi. 10 ming bilan. 10 ming so'm bilan. Savol, men qayerdan endi buni 60 mingga sota olmayman, men shu Toshmat nomi bilan. Yo'q. Nimaga? Bo'ldi, xalq 10 ming tanib bo'ldi. 10 ming tanib bo'ldi. Kim oladi 10 ming? То есть men top turgan bo'lsam, kattaroq summa, o'zimga 10 minglik narsani ravo ko'rmayman. Tushuntira olyapman-a? Sizda ham xuddi shunaqa. Siz naborot yaxshi yo'ldasiz, premialniy segment sizniki. Ertaga любой krizis bo'lsa ham, boshqa tushishlar bo'lsa ham, pastki mass market auditoriya tishi oldindan davolatish qiyin masala deb o'ylayman. Yo'q, men endi Eshiting. Oxirigacha tugatib olaman. Ya'niki narxga qaraydigan auditoriya doim o'sha uzilib tushadigan paytda boradi, vrachga murojaat qilib. To'g'rimi? Va narxini doim taqqoslaydi. Va qaysidir paytda u auditoriyani mablag'i kamroq bo'lsa, chidab nimadir dori qo'yib uzoq muddatga cho'zishi mumkin og'ruvni. Premialniy auditoriya oldindan boradi. Tizimli ravishda siz 6 oyda qaytarib kela olasiz. To есть bu degani bitta zo'r tarafi prognoz bor sizda, shu 6 oy siz bu pulni konkretni yecha olasiz. Ikkinchisi loyalnost. To есть bu auditoriyangiz ertaga puli kamayib ketsa ham, boshqa kamayib ketsa, u darajada ta'sir qilmaydi bunga. O'sha sizga stomatologga kelish, o'zini ko'rsatish, sog'liq haqida qayg'urish va hokazo. Tushuntira oldimmi? Ya'niki bu yog'ini o'zingiz tanlaysiz. Biz faqat tavsiya bera olamiz. Tavsiya ham pastga tushish kerak emas. Pastga tushib ketma, o'rtaroqga tushsa bo'lmaydimi? Nimaga? Endi raqam asosida isbotlab bering. Nimaga? Yo'q, raqamga bilmayman-ku. Maqsad ko'p pul topish emas-da. Chunki maqsad chunki bolalar уже alhamdulillah pul уже yetarli. Misol uchun, lekin muammoni ko'rayotganim uchun maqsad aholi sifatli stomatologiyani arzonroq ola olsin degan maqsad turibdi bu yerda. Xo'p. Sog'liqni saqlash vazirimiz? Yo'q, men vazir emasman, lekin nimadir odamning bitta hayotiy maqsadi bo'lishi kerak-ku. Pul topib bo'ldingiz, yashab olsangiz zerikib qolasiz-ku. 100%. Shuning uchun qani, siz mana zo'r, missiya zo'r, gap yo'q. Missiya zo'r. Missiya zo'r. Men uni vazir bo'la olmasam, vazir bo'lsam berishmasdi, misol uchun qo'ysang-chi ukam deyshadi, bizga to'g'ri kelmayapti sani maqsadlaring. Missiya zo'r. Endi qarang, siz buni fundamentalni tushuning. Mana bizning ham missiya o'zbek tadbirkorlarini chet elda mardikor emas, tadbirkor deb tanitsin. Shuning uchun hamma qilayotgan ishimiz tadbirkorlarning atrofida. Mana shuning uchun mana klubimiz bor, shuning uchun o'qishlarimiz bor. Mana o'sha kichik tadbirkorlarni o'qitishni boshladik. Mana o'sha milliard klubida tadbirkorlarning farzandlarini yig'ishni boshlaymiz va hokazo. Tadbirkorlar o'rtada bizda. Sizda ras patsient o'rtadami? Siz birinchi navbatda qachon inson yordam bera oladi kimgadir, qachon o'zini qoni to'q bo'lsa, dastatishni bo'lsa. Endi savol, siz o'zingizning yo'nalishingiz bo'yicha mana shu premialniy stomatologiyada chempionmisiz O'zbekistonda? Yo'q, hali yo'q. Yo'q. Men o'ylayman, birinchi mana shuni qilish kerak. Chempion bo'lsangiz sizni qolganlar eshitadi. Siz hozirgi missiyangizni bitta o'zingiz qiynalasiz qilishga. Hamma atrofingizda to'planishni boshlaydi. Kuchlikda atrofida to'planadi odamlar. Va shuning uchun tavsiyam mana shu premialniyda nomer 1 bo'lish kerak bozorda. Yoki siz klinikalar sonidan nomer 1 bo'ling. O'zbekistonda eng ko'p davolaydigan patsient siz bo'lishingiz kerak yoki eng premialniy mijozlar sizda bo'lishi kerak. Ikkalasidan bittasi. Xo'p, ko'p bo'ladigan bo'lish uchun premialniy bo'la olmaydi avtomatik. Yo'q, tabiiy. Shuni tanlang shuning uchun. Yoki siz set bo'lib turib, narxi o'rta ushiysiz, yoki siz premialniyga o'tasizda, limitированный klient, оборот nuqtai nazaridan, boshqa nuqtai nazardan birni ushlab turishingiz mumkin.
Bering. Aha. Aha. Startmi? To'ppa-to'g'ri. To'g'ri? Biza zo'r narsa aytdilar. Biza bu bozorga qachon kirdik? 5 yildan keyin. 5 yildan keyin yiliga 1000 ta, 1200 ta tadbirkor o'qitib turib, 1, 2 O'rta Osiyodagi eng katta klub qilganimizdan keyin biza Qozog'istonga chiqdik. Qozog'istonda ham qarasak, cho'tanaqa, то есть mamdo kengayishda biza уже дальше regionalniy ekspansiya qilishimiz kerak edi, дальше yurishda. То есть Qozog'iston, Turkmaniston, u yoqlarda o'qishni boshlashimiz kerak edi. U yoqda sal speaker ограниченияsi bo'lganligi uchun mentalitet, odamlar sizni tanishi kerak-da. U yoqda bizning missiyamiz sal tushmadi. То есть bizning maqsadimiz o'zbeklarni boyitish-u, то есть o'zbeklarni anaqa ko'tarish tadbirkor sifatida. Qozog'istonga borib turib savol bo'lib qoldi, o'zbek deyapmiz-ku, yo'q. Auditoriya qozoq o'tiribdi. Qozoqlarni rivojlantiraman deysizmi? Sen o'zing o'zbeksan degan aniq paydo bo'ladi. Shuning uchun biza bunaqasiga kengayishni boshladik. Gorizontalniy. То есть, bu qatlamni ham 3 yillik. O'sha to'g'ri aytdilar, bu auditoriyaga misol uchun ustoz dars o'tmaydilar. O'zimiz o'tib, sekin-sekin kengaytirib, pishirib olib boramiz. Shuna aytmoqchi bo'lgan narsa, uzr gapingiz bo'ldim. Misol uchun, merovoy tajribada ham bilamiz, misol uchun mana Toyota misolida ham, misol uchun Toyota oldiga sifatli mahsulot chiqarish maqsad qilib qo'yganda, mana siz aytayotgan narsada. Lekin shu premium segment uchun, ya'ni misol uchun aytaylik, puli ko'p odam, men misol uchun o'rta qolayotgan mashinada yuramanmi degan uchun Lexusni qilishgan. Ya'ni misol uchun siz ham aytaylik, maqsad aytasiz, o'sha qadriyat hammaga dostupniy bo'lsin, sifatli narsa deysiz. Xuddi shuni misol uchun bular aytayotganlaridek, misol uchun o'sha Oybek akani xizmati shu premium segment bo'lsa, shu dostupniyda, shu boshqa nomda qilsa bo'ladi degan Yaxshi idea. Qachonki bu bozorda mana bu Kuchli bo'lgandan keyin. nomer 1 bo'lishingiz kerak. Bo'l. Nomer 1 bo'lmaguncha boshqa joyga qaramaslik kerak. Bitta nuqta Gerbenyukni ko'rasizlarmi? Kimmi? Mayli. Anaqa bor, formula bor, qarang. Unda 5 ta 1 deydi, mayli, sizga 3 ta 1 aytaman. 3 ta 1 qonun qoidasi. Bitta mijoz, bitta og'riq, bitta yechim. Bitta mijoz degani o'sha bitta auditoriya ushlaysiz. Bitta og'rig'i bor uni, misol uchun o'sha oldini olish, uni og'rig'i yoki boshqa va bitta yechim berasiz konkret. Mana shu toki men bu birda chempion bo'lmagunizcha, yo'nalishda chempion bo'lmagunizcha boshqa joyga qaraymang. Chunki mana qaranglar, biza hammamiz o'tirganimiz, biza kichik biznesmiz. Kichik biznes vazifasi o'zini yo'nalishida chempion bo'lmaguncha boshqa joyga qaramaslik. Chunki boshqa yo'nalishni ochish, boshqa ikkinchi, uchinchi bizneslarni qilish davrlari 2000-yilda o'tib ketdi o'sha. Qachonki bitta yo'nalishda chempion bo'lamiz, undan keyin boshqa komanda qilib ikkinchi yo'nalishni boshlaymiz. Hozirgi tendensiya shuni ko'rsatyapti. Ikkita yo'nalishni birdan boshlaganlar shpagat ikkalasini ham eplolmayapti. Bitta yo'nalishda chempion bo'lamiz, undan keyin ikkinchisiga qarab ko'ramiz. Shuning uchun meni tavsiyam Premierligida ushladingizmi, bu Premierligida ushlash kerak. Va o'sha yo'nalishda nomer 1 bo'lish kerak. Men o'ylayman, lokatsiya nuqtai nazaridan siz joylashgan больница sizni chekingizga не соответствует. Yo'q. U Я думаю. chekingizga soatniyasi qaysi ma'noda? 500 ming so'm konsultatsiyaga so'rayapsiz. Aha. Savol, o'sha siz joylashgan lokatsiyada shu qatlam yuradimi? Yo'q, bizga o'tdan kelmaydi hech kim. Faqat tashqaridan u sarafanni yoki oldindan bilib eshitib kelishadi. Yo, aytdingiz-ku, anaqa deb, o'sha joy u yoqdan kelmaydi hech kim. O'tdan hech kim kirmaydi. Men 3 yildan beri ishlayapmiz, bir marta ham hech kim kirmagan. Faqat tashqaridan. Tashqaridan kiradi. Va 500 ming u joy uchun, agar joy uchun o'ylasa qimmatda. O'sha nazarda tutgan. Shunaqa. Uni bilib hisobga olganmiz. Yaxshi. Xo'p, kastef qildik. Aniq kelib chiqdi missiya. To'g'rimi? Fundament nimada kuchliligimiz chiqdi, aniqlab oldik. Keyin sekin yoyishni boshlaymiz uni bitta so'z bilan. Undan keyin endi mijozlar ko'paytirish nuqtai nazaridan. Endi mijozlarga sekin o'tamiz. Aniqlab olganingizdan keyin dal shu o'zingiz olib ketaverasiz u yoqni. Endi mijozlar ko'paytirishga o'tamiz, qarang. Bizani tanlagan auditoriyaga mana boya yaxshi savol berdingiz. Men reklamani misol uchun qayoqga beray, ular ko'proq nimani kuzatadi yoki
man nima qilib ko'proq odam jalb qilsam bo'ladi degan savol berdingiz, to'g'rimi? Bu savolni javobini men bilmayman. Bu savolni o'sha mana bu mijozingiz biladi. O'sha savolni ham o'zidan so'rash kerak. Sen nima platformada o'tirasan ko'proq? Qaysi platformada nimani kuzatasan? O'zidan so'rash kerak va u bor joylarni siz hamma joyda bo'lishingiz kerak. Qaysi lokatsiyalarda bu o'tiradi, kimlar bilan vaqt o'tkazadi? Asosiy tanlovlar nimadan iborat? To есть, mana buni ichidagi miyasida nima bo'lishini siz bilib olgan holda o'sha joylarda bo'lishingiz kerak. Bu narsani nomi top of mind deydi. Ya'niki uni ham maqsad qo'yganmiz, top of mindga chiqish. top of mind. Top of mindda bo'lish. Bo'ladimi shunaqasi? Bo'ladi. Keyingi men просто tendensiyani aytib o'tib ketaman. Asosiy narsa bu. Tendensiya nima bo'lyapti? Bu yog'iga уже семейный anaqalar rivojlanyapti. Семейный vrach deymizmi, семейный anaqa deymizmi? То есть семейная забота. Sug'urtada ham, meditsinada ham bitta oilani kompleks muammosini hal qilib berish avjiga chiqyapti. Shunaqa уже. Va уже Oilaviy kelishadi уже. Zo'r. Endi qarang. Oilaviy hozir kelishyapti-yu, borib siz уже выездной bo'lib boshlaysiz. Misol uchun sizga yozdirib qo'yadi oldindan, siz uyiga borib bitta osmotr qilib, например, ko'rib qaytasiz. Ya'niki hozirgi основной ushlaydigan jihatlaringiz, meni o'ylashim, siz семейный тусовкаlarda bo'lishingiz kerak, oilaviy tadbirlarda. Ya'niki siz deganim shaxs sifatida emas, sizning kompaniyangiz. Ya'niki примерный встречаlar, oilaviy uchrashuvlarda sizni kompaniyangiz, sizni vizitkalaringiz qo'ldan qo'lga aylanib yurish kerak. Signal tarqash kerak siz haqingizda. И bitta odam keldimi, harakat qilish kerak, целый komplekt uni oilasi bilan olishga. Davay, bolangni ko'rib qo'yaman, buningni семейный bittada kompleks ushlash kerak va bularni уже sekin-sekin har 6 oyda bir martalik уже razvoy oplataga o'tkazib qo'ysangiz bo'ladi. Sen boshingni og'ritmagin, biz har 6 oyda boramiz, polniy oilani anaqa qilamiz, meditsinasini men ta'minlab beraman. Ichingda bironta problema bo'lsa 24 ga yetdim, aloqadaman. Kompleks решение. Viznoyda bitta muammo bor-da. Bu yog'ini hal qilasizlar. Men tendensiyani aytdim. Ha. Tendensiya shunga qarab boradi. Chunki vaqt qimmat odamlarda. O'sha narsa turibdi-da. Yo, mayli, fura boramiz, o'zimiz fura shart emasdir. Hozirgi o'sha texnologiya imkon beradi, shunda borib, просто stulda o'tirsangiz, hozir men ko'rib qo'ya olaman-da. Lekin ikkinchi masala bor, diagnostikada o'sha mana razbor deydi. Razbor kuchliroq bo'lishi uchun 3D rentgen qildiramiz biz. Полностью hamma tishini, ya'ni ko'rinmaydigan bizga kareslar turadi-da. O'shalar uchun u katta apparat-da u. Ko'rish kerak, balkim texnologiyalar уже bordir. Kelib qolar уже balkim. Yo'q, уже bordir. Mana misol uchun mana ustoz Yale'ga bordilar, Yale universitetiga Amerikada o'qishga bordilar. И asosiy o'sha San Fransiskoda yurgan mashinalar, kompaniyasi nomi hozir esimda yo'q. Просто безводитель mashinalar. Уже ommalashib ketgan, ular uchun normal hol. Taksinami bu? Ha, taksida. Yandex zakaz qilasiz. Bezvoditel. Hech kim yo'q, bezvoditel. Уже qarang. U yoqdagi fikrlashib boshlayapti. A nuqtadan B nuqtaga yetib olishimiz uchun avtomobil bizga kerak ekan. Уже shofyor kerak emas, to'g'rimi? Endi savol, avtomobil bizga kerak bo'lsa, nimaga avtomobil qulay emas? Kresloda mandoq qilib o'tirishimiz kerak. Nimaga o'rtasiga bunday choy ichadigan joy qilib qo'ymagan? Например, nimaga narsa yeb ketsa bo'lmaydi? Nimaga yotib ketsa bo'lmaydi, misol uchun? Уже mana shunaqa fikrlar kelishni boshlaydi. То есть, уже bu A nuqtadan B nuqtaga yetib olish uchun qulaylik vositasi bo'lib qolgan xolos. Sizda ham xuddi shunaqa, ya'niki ertaga tish nuqtai nazaridan balkim bu narsalar уже bordir, qidirib ko'ring. Bo'lsa ham kerak deb o'ylayman. O'sha выездной yechimlar bordir. Bizda klubda anaqa bor. Abdurahim aka Sabina Stom degan kompaniya. Kuchli bolalar, bizning klubda ham bor. И bularda qayta aloqa o'sha premialniy segment nuqtai nazaridan boyagi женский kategoriya deysiz-ku. Mana женский kategoriya ham zo'r ishlaydi bularda. Aynan ayol vrachlari kuchli deyshadi. Eshitmaganmiz? Sabina Stom. Yo'q. Xo'p. Shu qisqacha nima xulosalar? Yaxshi, rahmat maslahatlar uchun. Nima qilasing konkret? Kazdev o'tkazishni boshlaymiz. Чтобы keyinchalik уже ikkinchi filial ochilayotganda kerak bo'lsa, o'sha
baribir u ommaga o'zimiz haqimizni tanitishimiz kerak-ku. Tanitayotganda o'sha yadroga urib, reklama bo'ladimi, gapiramizmi, просто hayotimizni ko'rsatamizmi klinikani, o'sha yadroga urib, keyin bo'ldi, yana nima? Premiumda zo'r bo'lishda davom ettiramiz. Chunki bu yoqqa orqaga qaytishda paka unda anaqa Siz yo'q ekan. premium bo'lganingiz uchun bu tarafga qarab ketdik. Agar siz mass marketda ushlayman sizni совсем boshqacha razbor bo'lardi. U yerda massa chiqarish kerak. Massa chiqarish uchun sizda qo'lingizda vrachlar ko'p bo'lishi kerak. Biza vrachlarning atrofida ekosistema qurardik. Chunki boya o'zingiz aytdingiz, рынок управляет, то есть bozorni vrachlar o'ynatar ekan. To'g'rimi? То есть mijoz kimning qo'lida? Vrach qo'lida. Premiumda shunaqa. Vrach o'tdan bu yoqqa o'tsa, izda yuradi, boshqa yuradi va hokazo. Premiumda shunaqa. Ha, masda unaqa emas. Yo'q, siz ham aytdingiz-ku, deyarli o'rta qatlam bunaqa. Pastga tushib ketmayman. Demak, o'rta qatlamda ham men o'ylayman, o'sha bir marta oldirgan odam baribir ishongan odamiga borsa kerak keyingi safar. Almashtirish qiyin bo'lsa kerak. Shu xulosada. Bo'ldi, rahmat. Rahmat. Rahmat.